Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs silsila darslaridan birodarlar, zikr manzilatini o'qitganda bugun 3-darsimiz. Zikr qalb va ruhning quvvatiga sabab bo'ladi. Zikr qalbning poklanishiga sabab bo'ladi. Zikr xatolarning yuvilishiga sabab bo'ladi. Zikr Allohning azobidan qutulishga sabab bo'ladi. Zikr sakinat va rahmatni kelishiga sabab bo'ladi. Zikr majlislarimizga farishtalar keladi. Farishtalarni kelishligi majlislarimizga zikr sababli bo'ladi. Zikr majlislari farishtalar majlisidir. Zikr zokirni ham, uning xasm suhbatini ham saodatli qiladi. Zikr qiyomatdagi afsus nadomatdan qutulishga sabab bo'ladi. Zikr sababli Alloh zokirga boshqalarga beradigan atolardan ko'ra afzalrog'ini beradi. Hadis qudusiyda keladi. Qaysi banda meni zikr qilishligi bilan shunday ovora bo'lsa ki so'raydigan narsasi esdan chiqib qolsa, Allohni shunaqa ko'p zikr qiladiki, duo qilib so'rash esdan chiqib qoladi. Agar shu darajada zikrda ko'p qoladigan bo'lsa, atini aytib so'rayotganlarning so'raganidan ko'ra yaxshirog'ini beraman deydi. Zikr eng oson, eng afzal, eng ulug' ibodat. Zikr jannatning ekinzori. Zikr uchun va'da qilingan ato va fazillar boshqa amallarga va'da qilinmagan. Allohni doim zikr qilish bandani ikki dunyodagi saodatga sabab bo'ladi. Zikr mo'min uchun bu dunyoda va qabrda nur bo'ladi. Demak, birodarlar, zikr manzilatini o'qiyapmiz. Zikr Qur'onda 10 xil vajh bilan keltirilgan dedik. 3 ta vajhini o'qigan edik. 4-sini o'qiymiz. 4-vajh. Alloh taolo bu toifani maqtadi. Astagfirullah. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sodiqina was sodiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Alloha katiran wal dhakirat a'adda Allohu lahum maghfiratan va ajran azima. Alloh taolo aytadi, albatta muslim va muslimalar, mo'min va mo'minalar, itoatgo'y erkaklar, itoatgo'y ayollar, rostgo'y erkaklar, rostgo'y ayollar, sabr qanoat qiluvchi erkaklar va sabr qanoat qiluvchi ayollar, tavozuli erkaklar va tavozuli ayollar, xayr sadaqa qiluvchi erkaklar va xayr sadaqa qiluvchi ayollar, roza tutuvchi erkaklar va roza tutuvchi ayollar, avratlarini haromdan saqlaguvchi erkaklar va ayollar, Allohni ko'p zikr qiluvchi erkaklar va Allohni ko'p zikr qiluvchi ayollar, ular uchun Alloh mag'firat va ulug' mukofot, ya'ni jannat tayyorlab qo'ygandir. Demak, faqat zikr qiluvchilar emas, ko'p zikr qiluvchilar va zakirina Alloha katiran va zakirat. Faqatgina zikr emas, ko'p zikr. Chunki oyatda mutlaq buyurdi. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron katira. Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. 5-vajh. Alloh taolo zikrga beparvo bo'lganlarni hasron nadomatda qolishini xabarini qildi. Zikrdan g'aflatda bo'lgan inson hasrat nadomatda qoladi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khosirun. Ey mu'minlar, na moli dunyoylar va na bola chaqanglar sizlarni Allohni zikridan to'sib qo'ymasin. Allohni zikr qilishdan yuz o'girtirib qo'ymasin. Kim shunday qilsa, bas ana o'shalar ziyon ko'rguvchi kimsalardir. Biz zikrdan nima sababli to'silyapmiz? ishimiz, tirikchiligimiz, tijoratimiz, dunyoviy ishlarimiz.
Agar shu narsalarimiz zikrdan to'ssa, Alloh aytayapti, ziyon ko'ruvchi bo'larsizlar sizlar. Agar bir odam ishim ko'p, tashvishim ko'p, dunyoga mashg'ul bo'ladigan bo'lsa, zikrga, ilm majlisiga beparvo bo'lsa, demak, mana shu oyatning ostiga kirib qoladi. 6-vajh. Banda Allohni zikr qilsa, Alloh ham bandani zikr qiladi. Banda Allohni zikr qilsa, Alloh ham bandani zikr qiladi. Endi siz Allohni zikr qilishingiz bilan Alloh sizni zikr qilishining farqi bor. Siz o'tirib 100 marta prezident haqida gapirdingiz. Endi prezident bir intervyusida sizni ateizm bir marta aytib o'tdi. Endi u bilan buni farqini ayting. Endi Alloh sizni zikr qilsa-chi? Alloh sizni zikr qilishini xohlaysizmi? Allohni zikr qiling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirar ekanlar. Shu sahobalarning o'rtasidagi bir oddiy bir odam kirib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ahlan biman akhbarani Jibril biqudumihi." Rasululloh aytdilar: "Kelishini Jabroil menga xabar qilgan kishi, kelishini Jabroil menga xabar qilgan zot, xush kelibsiz" dedi. Ya'ni sizni kelishingizni Jabroil aytib turibdi hozir menga dedi. Shunda boyagi sahoba menga o'xshagan odam-da, bu Umar ibn Xattob emas, Abu Bakr Siddiq emas, Xolid ibn Valid emas. Lekin shu oddiy sahobani kelishligini Jabroil alayhisalom payg'ambarimizga xabarni berib turibdi. Sizni kelishingizni Jabroil menga aytib turibdi hozir dedi. Deganida menga o'xshagan odam-da dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Na'am ya axi, xomilun fil ard, alamun fis sama." Ha, yerda notanish, samoda esa ma'lum, mashhur insonsiz dedi. Nima uchun Alloh Jabroilga aytayapti, borib ayt falonchi keladi dedi. Bu banda Allohni ko'p zikr qilgan, Alloh zikr qildi, Jabroil alayhisalom payg'ambarimizga kelib aytayapti. Bitta zikr bilan. Bitta zikr bilan. Fazkuruni azkurukum washkuruli va la takfurun. Bas meni eslanglar, men ham sizlarni eslayman. Menga shukr qilinglar, kufron ne'mat qilmanglar. Maktabda o'qigansiz, sinfdoshingiz bo'lar edi, bitirdinglar, yillar o'tdi, haligi sinfdoshingiz bir mansabga erishdi, xullas prezident bo'lib ketdi xullas. Endi prezident sizni sinfdoshingiz. Ana shu berayotgan intervyularning bittasida sizni eslab o'tdi. Falonchi meni do'stim edi, maktabda birga o'qigan edik, manaqa odamni ikki og'iz so'z bilan eslab qo'ydi. Bilasizmi qanaqa xursand bo'lasiz? Endi sizni Jabroil eslayotgan bo'lsa-chi? Alloh eslayotgan bo'lsa-chi? Birodarlar, Alloh siz bilan bizni eslasa, yutdik. 7-vajh: "Va la zikrullohi akbar." Allohning zikri eng buyuk narsa. "Utlu ma uhiya ilayka minal kitab va aqimis sola, innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar va la zikrullohi akbar vallohu ya'lamu ma tasna'un." Ey Muhammad alayhisalom, siz o'zingizga vahiy qilingan kitob, Qur'ondan bo'lgan oyatlarni tilovat qiling va namozni to'kis ado qiling. Albatta namoz buzuqlik va yomonlikdan to'sur. Aniqki, Allohni zikr qilmoq barcha narsadan ulug'roqdir. Alloh qilayotgan ishlaringizni bilib turuvchidir. Va la zikrullohi akbar. Allohni zikr qilish har qanaqa amaldan ulug'. Chunki namozdan maqsad ham Allohni eslash, zikr. Ro'zadan ham maqsad Allohni eslash, zikr. Jumadan ham maqsad Allohni eslash, zikr. Hajdan ko'zlangan maqsad ham Allohni eslashlik, zikr. Va la zikrullohi akbar. Chunki Allohni zikr qilish, birodarlar, Allohni zikri hamma narsani o'z ichiga oladi. Namoz degan ulug' narsa ham zikr, sajda, ruku, qiyom degan ulug' narsa ham zikr, birodarlar. Mana Alloh taolo aytadi. Roza haqida, men roza tutyapmiz hozir. Ramazon rozasini tugatganimizdan keyin hayit o'qiymiz namozini. Nimaga hayit kuni takbir aytinglar deyiladi? Nima uchun hayit kuni takbir aytishlik joriy qilingan? Zikr uchun. Astagfirullah. Va litukmilul iddata va litukabbirulloha ala ma hadakum
va la'allakum tashkurun. Bu sanoqni to'ldirishingiz va hidoyat qilgani sababli Allohni ulug'lashingiz uchun shoyat shukr qilsangiz. Demak, takbir aytishdan maqsad ham Allohni zikr qilishlik. Yana haj amalan anasikakum fadhkurulloha ka zikrikum abaakum aw ashadda zikra. Endi marosimlarni ado qilib bo'lgach, ya'ni haj amallarini qilib bo'lganingizdan keyin, haj amallarini qilib bitirganingizdan keyin Allohni ajdodlaringizni, bobolaringizni eslagandek, balki undan-da qattiqroq eslang. Hajdan keyin ham nima qiling deyapti Alloh? Zikr qiling, Allohni eslang deyapti. Namoz ham, ro'za ham, haj ham zikr bilan tomonga ketyapti. Astagfirullah. Fa iza qadaytumus solata fazkurulloha qiyaman va qu'udan va ala junubikum. Namozni ado qilib bo'lganingizdan keyin ham turgan, o'tirgan, yonboshlagan paytingizda doim Allohni zikr qiling. Namozdan keyin ham zikr deyilyapti, birodarlar. Juma namozi. Juma namozini o'qib olamiz. Jumadan keyin ham birodarlar zikr gapirilgan. Astagfirullah. Fa iza qudiyatis solatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Endi qachon namoz ado qilingach, qaysi namoz? Juma namozi. Yerga tarqalib Allohning fazl marhamatidan rizq istanglar. Vazkurulloha katiran la'allakum tuflihun. Juma o'qib bo'ldinglar. Endi rizq talab qilib tarqalinglar va Allohni ko'p zikr qilinglar, shoyat najot topsanglar. E'tibor beryapsizlarmi? Namoz bo'lsin, ro'za bo'lsin, haj bo'lsin, juma namozi bo'lsin, hammasidan ko'zlangan maqsad Allohning zikri bo'lyapti. Agar mana shu amallarni qilib turib Allohni eslamayotgan bo'lsak, bu amallarning ichida Alloh taolaning zikri bo'lmayotgan bo'lsa, u g'aflat bilan qilingan ibodat bo'ladi. 8-vajh. Faqat zokir insonlargina Allohning oyatlaridan foydalanadi. G'arb odami, g'arb kishisi bu dunyoni noz ne'matlaridan g'arib suratda foydalandi. Moddalarning xususiyatini bildi. Ana shu moddalardan o'zi xohlagancha foydalandi. Ammo ulardan mana shu ne'matlarni ato qilgan zotga tegishlisini bermadi. Koinotda Alloh taolaning qo'ygan oyatlari bor. Osmon, burjlar, yulduzlar, yer, okean, nabotot, hasharot, o'simlik, jonivorlar. Bularni Alloh taolo hammasini o'zi yaratgan. Allohni zikr qilgan zokir banda ularga qarab turib foyda oladi. Mana aytdik-ku, ertalab chiqsiz ko'chaga, azondan keyin qushlar sayraydi. Kimdir qushlarning sayragani eshitadi. Lekin qalbi yuksalgan inson bo'lsa, tasbihni eshitadi. Suv tagidagi jonivorlarni ko'rsatyapti, televizorlarda ko'rib turib subhanalloh deysiz. Hayvonlarning ichida bo'layotgan bir ajoyibotlarni o'rganib turib suratga olib ko'rsatyapti, gapirib tushuntiryapti, yoqingizni ushlayapti, subhanalloh deyapsiz. Allohni zikr qilgan banda bu koinotdagi mo'jizalarga, alomatlarga qarab turib foyda oladi. Aqli lol qoladi. Allohning azamatiga tan beradi, uni qudratini ko'rib turib iymoni quvvatlanadi. Yana ham Allohga bo'lgan muhabbati oshadi, e'timodi kuchayadi. Demak, atrofdagi, ofoqdagi oyat, mo'jizalarni, alomatlarni ko'rib turib, kim ulardan foyda oladi o'ziga desa, Allohni ko'p zikr qilgan banda. Dalil: Inna fi xalqis samawati val ard va ixtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Osmonlar va yerning yaralishida hamda kecha va kunduzning almashinib turishida aql egalari uchun oyat, alomatlar borligi shubhasizdir. Endi kim oladi mana shu oyatlardan xulosani, foydani kim oladi? Allazina yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim. Bu koinotdagi narsalarga qarab kim foyda oladi? Ular shunaqa odamlarki, turganda ham, o'tirganda ham, yotganda ham Allohni zikr qiladi. Allohni ko'p zikr qilgan odamgina kavniy oyatlarga qarab turib, ulardan foyda oladi. Birodar, sen dunyo ilmlarida katta natijalarga erishgan bo'lishi mumkin. Alloh taolaning oyatlarini ko'rgan bo'lishing ham mumkin.
tabobatni, ximiya, fizikani, astronomiyani o'rganib turib, boshqalar bilmagan narsalar bilishi mumkin. Kosmosga chiqib turib, yer kurrasini ko'zi bilan ko'rgan bo'lishi ham mumkin. Mikroskopga qarab turib, aqlda lol qoldiradigan narsalarni ko'rgan bo'lishi mumkin. Odamlar tasavvur qila olmaydigan narsalardan xabaring bo'lishi mumkin. Ammo shu holatingda sen zokirlardan, Allohni ko'p zikr qiluvchilardan bo'lmasang, demak sen bu oyatlardan foyda olmabsan. O oyatlardan faqatgina Allohni ko'p zikr qilgan odamlar foyda oladi. Tabiatda mo'jizasi deb turaveradi-da. Tabiat shunaqa qilib yaratib qo'yibdi deydi. Ammo Allohni tanigan odam, Allohni ko'p zikr qilgan odam har bitta shu aqlda lol qoldiradigan narsani ko'rganda subhanalloh deydi. Iymoniga nima qo'shiladi? Quvvat qo'shiladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.